Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchamizga ma'lum, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan oxirgi kundagi mavzu o'sha Turkiyadagi asli o'zbek Jasmin Trans qamalganligi bo'yicha bo'ladi. Endi buni biza nima uchun qamatdik? Avvalambor buni Turkiya davlati qamadi. Qonuniy bo'ldi hammasi. To'g'ri, endi sponsorlik qilgan biza bo'ldik. Yana bizning orqamizda yana bir ikkita akalar bor. Endi ular xohlashmadi, ismligini aytishimni. Alloh rozi bo'lsin ulardan ham. Xo'p. Demak, sizlarga boshidan noldan tushuntirib beraman. O'zi aslida voqea nima bo'lgan? Nima uchun bu qamalib ketdi? Nima uchun advokatga nechta pul tikdik? Nima uchun men Turkiyaga bordim? Nimaga advokat bilan ko'rishdim? Hamma narsani hozir shu yerda bilib olasizlar. Bir 5 oy oldin bir video chiqargan edim, esingizda bo'lsa, Natplus kapitsiyasi bo'yicha Jasmin Trans Turkiyadan O'zbekistonga mol yorayotgan edi. Ya'ni o'sha preparat. Natplus kapitsiyasini $150 sotishdi O'zbekistonda, $300 sotishdi. To'g'risi, men boshida hayron qoldim. Bizning sodda xalqimiz, bilasizlar, juda ham sodda xalqimiz ishonishdi. Bu bizani yoshartirar ekan, rakka davolar ekan, hattoki speed vichlarni ham davolar ekan deb o'ylashdi. Endi o'zingizlar bundoq o'ylab ko'ringlar. Yoshartiradigan shunaqangi bir preparat chiqsa, unaqada dunyo prezidentlari, dunyodagi milliarderlar, misol mana Elon Musklar, ular nima uchun qaryapti? Shu bo'yicha men o'zimni jurnalistik surishtiruvlarimni amalga oshirdim. Xo'p, bunda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Ya'ni Turkiyada bu preparat, ya'ni Natplus kapitsiyasi, Xitoyda ham bor bu narsa, bor yo'g'i $4 $15gacha ekan. Men bu narsani isbotlab internetga, ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqqan edim. Endi albatta Jasmin Trans ga bu meni olib chiqqan videoim, haqiqatda olib chiqqan videoim unga yoqmadi. Va u har doimgidek o'zini o'sha yomon ishlarni qilishni boshladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga meni rasmimni olib chiqib qo'ydi, har xil o'sha uyatsiz pornografik videolarni qo'ydi. Mana bu bunaqa bo'ladi deb, o'zingizga ham ma'lum, hammani biron bir san'atkor bo'ladimi, yo fohishaga chiqaradi. Agarda erkak bo'ladigan bo'lsa, uni geyga chiqarib obro'sizlantiradi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ko'rganman, juda ham ko'pchilikni o'sha geyga chiqarib qo'yayotganligi yoki fohishaga chiqarib qo'yayotganligi, buni san'atkorlar ham juda ham yaxshi bilishadi. Bundan jabr ko'rgan odamlar O'zbekistonda juda ham ko'p. Menga kelganda, to'g'risi, men chidab tura olmadim. Yana bir ikkita akamiz borlar, ularning ismlarini aytmayman, iltimos qilishdi, ismimni aytmagin deyishdi. Ular bilan hamkorlikda biz bir ish qildik. Bu narsani ochiq shunchaki qo'yib bo'lmaydi. Qachongacha O'zbekistonda bu trans hammani haqorat qilib olib chiqaveradi. Bu fohisha bo'lmasa ham yoki u o'sha gey bo'lmasa ham buni hammani oldida izza qilib, ommani oldida uni obro'sizlantiradi. Va bu narsaga to'chka qo'yish vaqti keldi deb hisobladim. Endi o'zingizga ma'lum, juda ham ko'p san'atkorlarni fohishaga chiqarib yuborgan, juda ham ko'p erkaklarni o'sha geyga, LGBTga chiqarib yuborgan. Bu narsaga chidab tura olmasdan biz oxiri ahd qildik. O'sha kapitsiyasini ham ko'rdik, Natplus kapitsiyasini ham bizani oddiy sodda xalqimizni aldayapti. Bu xalqimizni aldaganligi undan ham o'tib tushdi. Bir otaxon kapitsiyani olganlar va olamdan o'tganlar. Bu bo'yicha ham olib chiqqan edim. Jasmin Trans har doimgidek meni obro'sizlantiraman deb ijtimoiy tarmoqlardan pornografik videolarni olib, bu yoqda meni rasmimni qo'yib, meni obro'sizlantirishda davom etdi va men hamma narsani ko'rib, kuzatdim. Ijtimoiy tarmoqlarda mana o'zingizlar ham ko'rdinglar, bir otaxon olamdan o'tdilar. Aynan shu Natplus kapitsiyasini olganlaridan keyin O'zbekistonda olamdan o'tdilar. Bularning qizlari, Dila, ijtimoiy tarmoqlarda hali ular bilan ham prямой efir qilamiz. Ular boshida yo Natplus kapitsiyasi davolayapti aksincha deb bizga qarshi chiqqan edilar. Keyin biz ularga dalil isbotlarni keltirdik, ko'rsatdik. Mana shunaqangi narsa bo'lyapti. Bu aslida hech qanaqangi yoshartiradigan narsa emas yoki biron bir rakka davolagan narsa emas. Aksincha bu rakka o'stiraveradi. Otangizda o'zlarida rak bor ekan. Endi bu yana ham rivojlantirib olishi mumkin deb dalil, faktlar bilan isbotlab berganimizdan keyin Dila bu narsani to'g'ri qabul qildilar va biz Dila bilan birgalikda hamkorlikda ishlaydigan bo'ldik. Endi hamkorlikda deganda qanaqa u hamkorlik deyishlar mumkin? Men o'zim bilasizlar, u paytda O'zbekistonda edim, hozir Amerika Qo'shma Shtatlardaman. Turkiyadan bizga arizachi kerak bo'ldi. Men aytdim, siz bu yoqda arizachi bo'lasiz dedim. Biz bu yoqda sizni hamma advokatlaringizni pulini biz to'laymiz dedim.
shu narsaga kelishdik, shartnoma qildik. O'zingizlarga ma'lum, men Turkiyaga uchib ketdim. Turkiyaga uchganimda Dilani o'zi bilan ko'rishdik, advokat bilan ko'rishdik. Advokatga hamma pullarni berdim. Qo'limizdan bor boshqa dokumentlarni ham borib topshirdik advokatga, vaziyatni tushuntirdik. Bu O'zbekistonda qilayotgan ishlar, O'zbekistonga minus qilayotgan ishlarni olib borib ko'rsatdik. Xullas, mashina bir delani olib borib advokatni qo'liga topshirdik, hamma vaziyatni tushuntirdik. Advokat o'zini shu so'ragan juda ham katta summa. Buni keyingi efirlarimda ham hali aytib o'tib ketaman. Dila bilan primo efir qilamiz. Xullas, hamma pullarni ham, dokumentlarni ham topshirib keldim Turkiyaga. Bu bo'yicha o'zini hissasini qo'shayotgan yana bir marta aytaman, yana bir ikkita akamiz borlar, Alloh rozi bo'lsin bulardan ham. Moddiy tomonlama ham, boshqa bir maslahatli tomonlama ham ular ham yordam qilishgan. Ularni ham albatta aytib o'tishimiz kerak. Faqat qahramon o'zim bo'lib qola olmayman. Xo'p, va advokat o'zini ish faoliyatini juda ham mukammal olib bordi. Biz u advokatga ham kattakon rahmat deymiz. Turkiyadagi eng taniqli advokatlardan bittasi. Endi buni statsiyalarni ham aytib o'tib ketmoqchi edik, lekin hozir ozgina shoshmay turamiz. Sababi Turkiyadagi o'sha tergovga aralashish bo'lib qoladimi, tergov sirini ochish bo'lib qoladimi, o'shancha hozircha chidab turibmiz. Dila bilan, yana o'sha Turkiyadagi Dila bilan hamkorlikda bir primo efir qilamiz, balkim o'sha yerda yetib o'tarmiz, xudo xolasa. Endi nima uchun bu ish qildingiz deydiganlarga, ya'ni o'sha Jasmine Transni oldini oladigan insonlar ham bor albatta. Bir kun kelib kimdir shu ishni qilish kerak edi, baribirga ham. Balkimdir bu narsaga qaysidir ma'noda balkimdir men sababchi bo'lib qolgan bo'lishi mumkindir, yoki o'sha bir ikkita yana odamlar sababchi bo'lib qolgan bo'lishi mumkindir. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. 5 million obunachisi bor. 5 million bu kichkina auditoriya emas. Buni orasida biz kuzatdik, yoshlar, voyaga yetmaganlar, ayollar juda ham ko'p. Uni har bitta istoriyasida, har bitta primo efirda shunaqangi haqoratli so'zlar, shunaqangi bir o'sha 18+ temasidagi gaplar, ichida bo'lmaydigan, jamiyatni buzadigan gaplar bor u yo'da. Bu narsani biz o'zimiz ko'rdik, mana o'zingizlar ham bilasizlar. Endi yoshlar ko'ryaptimi? Yoshlarning ongi zaharlanib boradi. Hattoki shunaqangi odamlarni ko'rdikki, o'zini farzandiga ayollarning kiyimini kiydirib qo'yib, rahmat Jasmina opa deb chiqqanlarni ko'rdik. Bu narsani ko'rib biz chidab tura olmadik. Jamiyat buzilib ketib qolyapti. Bu chet elda ekanman deb xohlagan gapini gapirishi bu juda ham noto'g'ri narsa. Misol uchun men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan bo'lsam, men xohlagan gapimni gapirib, xohlagan insonni haqorat qilishim mumkin. Menga hech kim hech narsa qila olmas ekan degani emas. Siz chet elda turib kimnidir haqorat qilyapsizmi, obro'sizlantiryapsizmi? Albatta bu uchun barcha davlatda qonuniy javob berasiz. Mana hozirgi bu o'sha ishlar uchun ham, boshqa ishlar uchun ham buni ham aytib o'tib ketamiz hali javob beryapti. Endi buni advokati chiqibdi Jasmine Transni. Unga nisbatan tuhmat bo'ldi. Men hali bu narsani oqlayman deb. Biz hech qachon shu kungacha biron bir tuhmatli videolarni olib chiqmaganman. Bekorga dalil uzamas. Har bir narsasini dalil isboti bilan olib chiqib qo'yganmiz. O'sha $15 bormi, otasini o'sha o'lib qolganligi bo'yicha bormi, hamma narsani po faktu olib chiqamiz. Va advokatga topshirgan mana shuncha delamni ham hammasi dalil isboti bilan bor. Hech qachon birovga tuhmat qilib qamatadigan insonlardan emasmiz. Hammasini biz o'zimiz borib qo'liga kishan solganimiz yo'q, hammasi qonuniy bo'ldi. Davlat qamadi, politsiya qamadi, Turkiya politsiyasi. Endi buni advokati maksimal darajada shu harakatni qilaman, buni oqlab olib chiqamiz. Mayli harakat qilib ko'rursin. Bu video baribir o'ziga ham tashab qo'yishadi. Tarjima qilib o'zi ham va advokatni o'zi ham ko'rsa kerak. Harakat qilib ko'rursin. Biz yana va yana harakat qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridan turib bo'lsa ham harakat qilamiz. Yana pul kerak bo'lsa advokatlarga, eng kuchli advokatlarga yana pul tikib bo'lsa ham bu narsani oxirigacha olib boramiz. Eskida bo'lsa men aytgan edim, bu narsani oxirigacha olib boramiz deb. Va mana bugun o'sha kun keldi. Primo efir qilamiz. Tez orada bizga sidqidildan yordam bergan Dilaga shu Turkiyadagi barcha dokumentatsiyalarni yig'ish bo'yicha ham juda ham katta o'zlarining hissalarini qo'shdilar. Ularga alohida rahmat aytamiz. Bizga juda ham katta yordam qildilar bu bo'yicha. Ular bilan tez orada primo efir qilamiz. Bizlarni kuzatinglar. Juda ham bularning ham gaplari ko'p, oldinga aytilmagan gaplar bor. Nima uchun biz bu yerda ancha paytgacha jim o'tirdik, nima uchun yangi videolarni olib chiqmadik, shu narsalarni hammasini yana batafsil primo efirda ikkalamiz bir-birimiz bilan bog'lanib tushuntirib beramiz. Hammaga kattakon rahmat, salomat bo'linglar.